Restoran sohasida 10 yillik tajribamdan kelib chiqib, mijozlarda uchraydigan asosiy xatolar. 3-xato, ba'zi mijozlar ovqatni olib, pulini keyin to'layveraman deydi. Ammo pulini to'lash xayoldan ko'tariladi yoki ataylab qiladi. Bu xato kamdan kam uchraydi, lekin bo'lib turadi. 2-xato, muammo bo'lganda ba'zi mijozlar juda qo'pol muomalada bo'ladi. Xatoni hamma qiladi va har bir xatoni yechimi bor. Kafe va restoranlarning bir maqsadi bu mijozlarni rozi qilish. Shu sababli har doim ham qo'pol muomalada bo'lish bu yaxshi yechim emas. Albatta, vaziyat buni taqozo etmasa agar. 1-xato, bu navbatsiz kassaga tiqilishadi. Ko'p mijozlar o'z navbati bilan, madaniyat bilan kassaga borishadi. Ammo ba'zi mijozlar navbatsiz kassaga tiqilishadi. Bu boshqa mijozlarga nisbatan behurmatsizlik bo'ladi va albatta kassir ham u mijozni qabul qilsa, boshqa mijozlarga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Agar xato muammo bo'lsa, albatta buni etish kerak. Faqat qo'pol muomala bilan emas, administratorni chaqirib to'g'ri tushuntirish kerak. Agar muammo hal bo'lmasa, rahbariyatga jam chiqish kerak. Chunki har bir kafe, restoranning o'sish nuqtasi bu muammolarni hal qilishidir.